Nexus so'raganlarga 1.6 yer qo'parasi sotuvda 2015 ga 2016 sotib Cobalt olamiz deyapti aka. Avtomobil 2019 Denodan variantga ham kelishamiz deyapti. Pul yetmasa xohlasa avto kredit ham qilsa bo'ladi. Nexus avtomobili Sho'rchidan 2010 shu amakdan 1.5 oy kutamiz yetmaganini. Yana Nexus 1 so'raganlarga 2004 variant ham bor Denodan. 2018 avtomobili Denodan shu akadan Udar Nexus 2lar sotuvda. Bir so'raganlarga Denodan 25 million bo'lsa, qolgani variant. Nexus avtomobili Denodan 2014 1.6. Nexus 1 so'raganlarga Denodan Sons 2004. Avtomobili Dashnoboddan Gulistondan 2010 1.6. Nexus so'raganlarga Termizdan 2014. Avtomobili Sarasadan 2011. Nexus 1 so'raganlarga 1.5 don sotuvda Denodan. Avtomobili Sho'rchidan 2015 1.6 yer qo'parar. Pul yetmasa 1.5 oy varianti bor shu amakdan. Turxon Media. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 28-sentyabr 2025-yil Surxondaryo viloyati Deno moshina bozoridan Nexus 2 hamda Nexus 1 narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Naqdga, variantga, Vikkiga bo'lsa borni tanishtirib, telefon nomer bilan qo'yamiz. Nexus 2, Nexus 1 olaman deganlar bo'lsa, marhamat, mas videorolik. Qanday videoni boshladik. So'raganlarga 2019-yil Nexus 3imiz sotuvda ekan. Aka mexanikmi bu? 2019dan 2019 saka diskalar qo'yilgan 195 ga 65 ga 15 mexanika ekan. 2019 mana metani bor, kondisioner bor, ABS bor. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 150 ming. Kraskasi aka? Kraska ikkita petnochasi bor. Ikkita petnochasi bor ekan. Ichiga o'tmagan. Mana aka strashda emas ekan, tashqi tarafda ikkita detalda petno bor ekan. Yurgani qancha dedingiz? 150 ming yurgan 2019 mana kuzov raqami bilan. Xullas Nexus oladiganlar bo'lsa 2019 toza Nexus 3imiz sotuvda ekan. Ko'ryapsizlar. Salonlar zo'r ekan. Metanda. Metani yangi. Metanlari yangi. Tagida zapaska ham yangi ekan. Aka necha pul deyapsiz Nexus 3da 19 da? 95 million deyapman. 95 deyapsiz. Aha. Kelishiladigan joyi bor. Qancha bo'lsa sotamiz aka endi buni? Endi shu 90 ni to'g'rilab kelganga beraveraman. Nari berib sen beraveramiz deyapti 90 to'g'rilab. Aka agar puli yetmasa 2019 da avto kredit qilsa bo'ladimi boshini o'zaro to'lab? Bo'ladi. Iloji bor. Bo'ladi, ha. Nomerni ayting aka. 97lik 97lik 227 227 1880. 1880 shu nomerga bog'lanamiz. So'raganlarga 2018-yil Nexus 3imiz sotuvda ekan. Nexus 3 Ravon olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Kraskasi qanday aka? 2018 dedingizmi? 2018 oxiri ekan, kraskasi toza. Benzinda ekan aka? Xo'p, bez kondisioner, ABS ekan, klapanlar ochilmagan deyapti. Xo'p, mana salonchilarni ham ko'rsatay. Mana chiqonlar bor ekan. Probeg 108 mingmi? Voh, udarki 108 ming ekan. Mana kuzov raqami ham bor. 2018. 2018-yil Nexus 3imiz sotuvda ekan. Mana orqalari klapanlari ochilmagan ekan, benzinda ekan. Aka necha pul deyapsiz 2018 da? 100 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 85,5 naqdga bermam. 100 million baho qo'yilyapti, 85 million naqdga berilmabdi ekan. Aka variant bormi yo'qmi? Variant 1-2 oyga gaplashamiz agar narxini kelishsak deyapti. Aka nomerni ayting. 97lik 075 6400 shu nomerga bog'lanamiz. Nexus 2 avtomobili Termizdan 2014-yil 1.6 yer qo'parar Nexus 2 sotuvda ekan. 2014 Nexus 2 oladiganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka, xo'p, motorlarni qarang. Kondisioner bor, rul gidravlika ekan, yoqilg'isi metanda. Aka, motori qanday? Ochilmagan hali. Hal moy qo'ymaydi, ochilmagan deyapti. Kraskasi qanday aka? Kraska kapotiga bor. Aha. Krilolar o'ziniki. Krilolar o'ziniki ekan, kapotga ekan. Krilolar даже yechilmagan deyapti. Shumkalar bo'lgan. Probeg qanday aka? Probeg 120 ming yurgan ekan. 2014 dedingiz-a? Mana salonchilari 2014 120 ming yurgan ekan. Bitta kapotda kraskasi bor ekan. Mana yo'llarni qarang, zavodskiy germetigi bilan turibdi. Taglari ham toza ekanligi. Hozir bir ko'rsatayman sizlarga mana. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, aka necha pul deyapsiz buni endi? Mana 2014 mana taglarini qarang. Bu yo'llarni ham qarang, ko'ryapsizmi? Aka narxi necha pul? 70 deymiz, kelishtirib beramiz. Pul naqd bo'lsa kelishtirib 70 million so'm baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Pul naqd bo'lsa deyapti. Aka nomerni ayting.
97 97lik 548 548 88 88 89 89 shu nomerga bog'lanamiz. Akani o'zini nomidagi aka mana aka, shu akaniki ekan. Termizdagi aka moshin. Nexus so'raganlarga 1.6 don solaman deganlar bo'lsa, marhamat yer qoparar Nexus'imiz sotuvda ekan 2015 ga 2016. Qayerdagi aka moshin? Denodan ekan. Mana aka kuzub 2016, texnik pasport 2015 1.6. Konditsionerlar bor, rul gidralka, yoqilg'isi metanda. Aka motor qanday buni? Mo'y-po'y yemaydimi? Kraskasi qanday aka? Toza aka. Balolar yangi ekan-a? Shumkalar bor. Shumkalar qilingan. Kraskasi toza ekan, Malibu rul, qimmat chiqonlar qo'yilgan, polichalar bor. Probeg qanday aka? 906 mejigar bor. 906 mejigar bor. Video registratorlar bor. Probeg 170 ming yurgan, 15 ga 16 Nexus 2miz 1.6 sotuvda ekan. Qayerdagi aka moshin? Denodga qo'yib eshitdik ekan. Xo'p, mana xolasiz bilan bagajdan ko'rsatib, mana taglarini qarang. Xo'p, aka nech pul deyapsiz buni endi? 75 million so'm aytilish bahosi, kelishtirib beriladi. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Hali savdo bo'lgan yo'q, 75 baho qo'yapti. Aka nomerni ayting. 93lik 93lik 919 919 44 22 shu nomerga bog'lanamiz. Udar Nexus 2 ga olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka 400 metmasa ham kutamizmi 1.5 oy? Ha, Cobalt olish kerak ekan bo'ldi. 11-yil Sarasadan Nexus 2miz sotuvda ekan, 1.6 Nexus 2 oladiganlar bo'lsa, marhamat 4 balon yangi. Aka 1.6 ni kraskasi qanday? Kapot kriloda bor ekan, kraskasi. Xo'p, hozir motorni ko'rsatib keyin ko'rsatasiz. Mana aka 1.6 motor propanda ekan, yoqilg'isi propan hamda rul gidralka, konditsioneri bor ekan, endi yo'q bering. Xo'p. Mana aka kraskasi qaysi kapot? Mana kapot bilan krilo bu tarafda, o'ng kriloda va kapotda bor ekan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Xullas Nexus 2 olaman deganlar bo'lsa, Sarasadan. Probeg qanday? Probeg 196 ming yurgan, dehqondan ekan, chiqol poligi bor. Xullas mana shunday Nexus 2miz sotuvda ekan. Yil necha ekan? Yili necha dedingiz katta? Yili necha edi? 2011-yil. Xullas mana shu ikkita oldidan boshqa joyga kraskasi bor, kapot bilan krilosdan. 2011. Motorlar mo'yimaydi, ha? Narxi necha pul? 59 baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi? Hali savdo bo'lgan 59 aytilyapti, kelishtirib beriladi. Variant bormi yo'qmi? Variantni ham kelishamiz deyapti. Nomerni ayting. 95lik 95lik 529 95lik 529 23 99 nomeriga bog'lanamiz. Ikki avtomobili 2015-yil Sho'rchidan oq Nexus 2miz sotuvda ekan 1.6 mana aka kraskasi qanday 2015da? Shu eshik bilan kirilda petno bor. Shu eshik bilan kirilda petnosi bor, ha? Detal o'ziniki. 4 baloni yangi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin 2015 dedingiz, ha? 1.6 metan qo'yilgan, bez konditsioner, rul gidralka ekan. Motori qanday aka buni? Motorlari zo'r. Mo'y-po'y yemaydi, ha? Bo'ldi. Mana ikkita joyda kraskasi bor ekan, qolgan suyagi butun deyapti. Mana chiqonlari bor. Yurgani qancha aka? 2 kurik yurgan. 2015 rul gidralka, salonchi prosto ekan, ha? Ha, bo'ldi qulf ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Metan nechtali aka? 90 talik metani ham bor ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Aka necha pul deyapsiz 2015 da endi? 65 dan bir narsa o'tib beramiz. 65 dan biron nima o'tib beramiz deyapti. Shu amakniki ekan, bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Variant yo'q. Ha, biron yarim oy bo'lsa kutamiz deyapti. Nomerni ayting amak. 91lik 230 72 73 shu nomerga bog'lanamiz. Nexus 2 olaman deganlar bo'lsa, marhamat shu akaga bog'lanasizlar. Aynan Nexus 2 avtomobili Sho'rchidan 2010-yil Sons Trambliot Nexus 2miz sotuvda ekan. Oq Nexus 2 olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka juda ko'pchilik Nexus 2 Sons qidirib yuradi. Mana Sons sotuvda bez konditsioner, rul gidralka, yoqilg'isi metanda 2010 kuzupi bilan turibdi ana. Aka motorlar qanday buni? Motorlar mo'yimaydi zo'r. Hadovoylar ham zo'r, ha? Kraskasi-chi aka? Kraska mayda bor, chakkalar bor. Oldi orqasi butun ekan, chaka chuqqa petnochasi bor ekan. Xullas oldi orqasi butun ekan. Aka buni kraska nima probegi qanday? Probegi 220 dan oshgan. Probegi 220 dan oshgan. Mana 52 deyapti. 220 dan oshgan probegi 50 million so'm aka baho qo'yapti. Mana taglar zapaskasi ham yangi ekan. 50 million baho qo'yiladi. 2009 edimi 10mi? 2010. Aka savdo bo'limi yo'qmi?
Savdo 45 million bo'libdi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Akada ikkita Nexia 2 bor ekan shortchidan. Aka nomerni ayting. 91 230 72 73 shu nomerga bog'lanasiz. Aka bir 30 million berib qolgan kutamiz yo'qmi bir 2 oy? Biron yarim oy 5-10 million yetmasa biron yarim oy kutamiz deyapti. Shu akaga bog'lanasizlar. Nexia avtomobili Denodan 2010-yil oq Nexia 2miz sotuvda ekan. 2014 baloni yangi qo'yilgan ekan. 1.6 mana motor, konditsioneri bor, rul gidralka, yoqilg'isi metanda. Aka motor qanday? Yaxshi. Kraskasi qanday? Kraska bor. Pastlariga. Kraskasi pastlariga bor deyapti. 2010-yil. Yurgani qancha aka? Yurgan 3 kurik yurgan Nexia 2miz sotuvda 2010 dedingiz a? Odam yilni so'rayverib adashib ketyapti-da. Mana aka Nexia 2ni juda ko'pchilik so'rashadi. Mana Nexia 2larda ham narxi tushib qoldi. Endi baland aytgan bilan kelishtirib beriladi. Xo'p, mana taglari shumkalar bo'lgan ekan-a? Metallar bor ekan, 80 talik ekan-a metal. Aka nech pul deyapsiz buni? 50 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 50 baho qo'yilyapti, 42 million savdo bo'libdi ekan. Aka buni varianti bormi yo'qmi? Biron yarim oy bo'lsa kutamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 963 84 81 shu nomerga bog'lanamiz. Nexia avtomobili 2014-yil Denodan 1.6 Nexia 2miz sotuvda. Bugun 1.6 dan ham ko'proq video qilamiz. Mana 2014 1.6 konditsioneri bor, rul gidralka, yoqilg'isi metanda ekan. Aka motorlar qanday? Mo'y yemaydi. Kraskasi aka? Kraskasi krilo bilan kapotda bir qarsh. Krilo bilan kapotda bir qarsh joyda petnosi bor deyapti. Balonlar yangi ekan-a? Mana barlar qo'yilgan, maliburchaylar qo'yilgan. Probeg qancha aka? Probeg 300 ming yurgan, kolonka usultlar qo'yilgan. Xullas tayyor mashin sotuvda ekan. Mana. Aka nech pul deyapsiz buni? 65 million so'm baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka, necha bo'ldi bozorga? Shumka bo'lganmi demayishinglar? 65 baho qo'yasiz, 60 bo'ldimi aka? Nechaga berasiz? 60 dan o'tsa beramiz deyapti mashinda. Aka nomerni ayting. 90lik 076 076 23 23 06 nomerga bog'lanamiz. Nexia egalariga Sarasa Dashtavod Gulistondan 2010-yil Nexia 2miz sotuvda ekan. Nexia olaman deganlar bo'lsa, marhamat, kraskasi qanday ekan? Bitta joyda petnosi bor. 2010 1.6 ekan, metanda ekan, bez konditsioner, rul gidralka ekan. Motor qanday ekan? Mo'y qo'ydimi yo'qmi? Yo'q, mo'y yemaydi. Mo'y yemaydi deyapti. Xullas tasdan shunda chaqa-chuqa tirnalgan joylari ham bor ekan-a? Mana chixonlari. Probeg qanday aka? Probeg 4.5. Probeg 450 ming kilometr yurgan, 4.5 kurik yurgan. Xullas Nexia 2miz sotuvda ekan. Mana Dashtavod Gulistondan ekan. Metallari bor, zapaskalari ham bor-a? Metan 100 talik ekan. Aka nech pul deyapsiz bu Nexia 2ni? 50 million ham. 50 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Yo'q. Hali savdo bo'lgan yo'q, 50 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Xo'p, variantlari bormi yo'qmi? Naqdga sotamiz, ha? Naqdga sotamiz deyapti. Xo'p, aka nomerni aytib qo'ying. 95lik 95lik 633 633 0348. 0348 shu nomerga bog'lanamiz. Nexia 1 avtomobili 2004-yil Deno Sobir Rahmovdan ekan. 2004 Nexia 1miz sotuvda ekan. Aka kraskasi qanday? Kraskasi bitta kriloda ekan. 2004-yil Nexia 1 sotuvda, 4 baloni yangi. Xo'p, Sons motor ekan. Rul gidralka ekan, bez konditsioner, yoqilg'isi metanda ekan. Stansiyasi yaxshi ekan aka. 2004 Nexia 1miz sotuvda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yaxshi ekan. Xo'p, chixonlar qilingan ekan uni. Chixonlari bor. Probeg qanday aka? Probeg 236 ming ko'rsatyapti tablosi. Bagajlarni ochib qo'ydik. Xo'p, mana aka yonlarini qarang. Sastanasi yaxshi ekan. 80 talik metani bor, shumka bo'lgan, zapaska kulish damkaratlari bor. Aka nech pul deyapsiz buni endi? 50 million deyapmiz, kami bor. 50 million so'm baho qo'yapti. 2004 kami bor, so'rayverasizlar deyapti. 50 baho qo'yilishi. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo 50 baho qo'yilyapti, 44 milliongacha savdo bo'libdi ekan. Aka variant bormi yo'qmi? Variant 30 million boshidan bo'lsa, qolganini variant qilamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 77lik 77lik 130 130 197. 1097 shu nomerga bog'lanamiz. Nexia 1 so'raganlarga Denodan 2004-yil oq Nexia 1miz sotuvda ekan.
2004 mana ki kraskasi qanday jiyan? Buni ham chaqa chiqib bitnosi. Chaka chuqa petnosi bor, suyagi butun ha. 2004 archa balonlar qo'yilgan ekan. Xo'p, mana 2004-yil Sons ekan, mana juda ko'pchilik Sons qidiradi, ekonomishda ham zapchasi arzon. Sons rul gidravlika, bez konditsioner, yoqilg'isi propanda ekan. Motorlar qanday? Mo'ypo yemaydimi? Motorlar mo'ypo yemar ekan. Balon archa balon 4 ta yangi qo'yilgan. 2004-yil Nexia 2 tablo qo'yilgan ekan. U chiqollari qilingan ekan. Nexia 2 nima tapida ham qo'yilgan ekan, ashibkalar. Ashibkalar Nexia 2 niki ekan mana. Orqaga Nexia 2 niki zo'r turadi, Nexia 1 ga qo'ysa. Xo'p, nech pul deyapsiz jam uni? Buni ham 50 million. 50 million so'm baho qo'yapti. Ikkita udar Nexia 1 bor ekan. Bu Sons, bu 1.5 Dons. Buni 50 million so'm deyapti. Buni savdosi nech pul bo'ldi? 36 million bo'ldi. 36 million savdo o'tdi ekan. Xo'p, mana 50 dan baho qo'yapti, 36 million savdo o'tdi ekan, kelishtirib beradi. 4-5 so'm etmasa kutadi ham albatta. Nomerda jiyan. 91lik. 91lik 714 714 qiriti. shu nomerga bog'lanasizlar. Ikkita Nexia 1 bor. Bu 1.5 Dons, bu Sons. Udar Nexia 1lar sotuvda ekan, 1.5 Dons olaman deganlar bo'lsa marhamat. 4 balon yangi oqdan manaki 1.5 yer qoparar Nexia 2miz sotuvda ekan, 2006 mana motor changi bilan turibdi. Yoqilg'isi metanda, rul gidravlika ekan, bez konditsioner. Motor qanday jiyan? Motorlar cho'tgan, 4 balon yangi. Kraskasi qanday? Chaqa chiqib bitnosi. Chaqa chiqib petnosi bor. Ana chiqonlarni qarang. Probeg qancha? 471 ming kilometr yurgan. Nexia 1da Sastena zo'r turibdi mana aka, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana aka Nexia 1 olaman deganlar bo'lsa marhamat. Hozir bagajni ham ochadi, ko'ramiz. Mana Nexia 1da qarang, Sastenasi ham zo'r ekan. Metallari ham bor. 75 Surxondaryoniki ekan. Jiyan nech pul deyapsiz 2006 ni? 50 million deyapman aka. 50 million so'm aka baho qo'yapti ekan. Otalari jiyan turibdi. Endi 50 degan bilan 50 emas, kami bor, kelishtirib beriladi. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Bo'ldi aka, 38 million. 38 million so'm bo'pti ekan. 50 baho qo'yilyapti ekan. Kelishamiz deyapti. Nomerda ayt. 91lik 91lik 714 qiriti. Shu nomerga bog'lanasizlar. Telefon nomeri ham udar ekan lekin. 99-yil Nexia 1imiz sotuvda ekan. Sons Nexia 1 oladiganlar bo'lsa marhamat. Aka kraskasi qanday? Kraskasi bor. 99 Sons, u konditsioneri bor ekan, rul gidravlika ekan, yoqilg'isi metanda. Super konditsioner. Motorlar mo'yimaydimi aka? U balon ham yangi ekan, ha? Motorlar mo'yimar ekan, sastanasi chiroyligina ekan, mana chiqol poli qilingan. Mindphone kolonkalar Pioneer 694 ming ko'rsatyapti, probegi uslutiligacha bor ekan. Xo'p, mana orqalarini qarang. Aka, nech pul baho qo'yasiz buni? Mana bagajlarni ham ko'rsating. Mana metan, temir metan. Oppa, tagini ochamiz. Mana taglar beshumga qilingan, zapaskasi ham bor ekan. Aka, nech pul deyapsiz buni 99 da? 5 million desa, keyin 13 milliondan esa 55 ga yo'lab berib olaman. Ha, o'zi narxi nech pul buni? Narxi 55 million. 55 deyapsizmi? Ha, 25 million bo'lsa beramiz, ha? Qolganini oymoy 3 milliondan bo'lib necha oy berish kerak? 10 oy. Mana ki 55 baho qo'yapti, ha? Ha, variantga bo'lsa 25 million so'm berasizlar, 3 milliondan 10 oyga ya'ni 30 millionni berish bo'lsa, kimgadir ma'qul kelsa sotamiz deyapti. Shunaqa variant chiqib qoldi. Endi kimgadir to'g'ri kelsa olasizlar. Aka, nomerda ayting. 90lik 411 7100 shu nomerga bog'lanamiz.